Eng arzon vodi kanalda arzon narxda Damas mashinasi. Xo'p, mashinamiz 2021-yil umumiy holati yonmas, gerpli laboralarda 13 diska balonlari ham yaxshi holat turibgan, balonlari ham yaxshi holat turibdi. Kuzlarda uni qoshcha qirilgan, silgan chaqachuq joylari ham yo'q. Xo'p, mashinamiz salon holatlari, ko'rishlarga salonlari yaxshi holat turibdi. Bir qator chexollarni almashtirish yaxshi holatga kelib qoladi. Chexollar ham bo'lmaydi holat turibdi. Orqa salonlari hamma yoqlari yaxshi holatda, so'kalari, ashkalar, ko'rjalar tortib qo'yilgan ekan. Eshik ashkalari ham yaxshi holatda, javoni qurinib ketmagan. 2021 220 ming probeg ekan mashinamiz. Motor ходовой kartinka perdi. Hamma yo'q ideal holatda deyapti egalari. Ходовойлarigacha yaqinda qildirib qo'yishgan ekan. Texnik xarajati yo'q ekan. Motorlari ham ideal holatda soatda ishlab turibdi. Kuzlarda uni qoshcha qilgan joylari yo'q. Xo'p, mana shu joyda jichchagina petno joyi bor ekan. Eshikni robotga urib olgan ekan. Mana bu joyda izi ham chiqib qolibdi. Robotga urib olganda petno qilib qo'ygan joyi bor ekan. Qolgan hamma joylari toza. Xo'p, bu mashinamizga nafarning xohlagan hujjatlari bo'laveradi. Eng arzon vaqti kanalda bu mashinamizni 4500 dollarga berib olamiz.